Amina приложениесі ishlamay qolsa, qizil yonib qolsa, ovora bo'lib pul, vaqt sarflab Saxarovaga borish umuman shart emas. Jigarlar, o'tgan videoda Metro Begavayda Aminaga bog'liq hamma muammoni qo'ldan kelgancha o'zimiz hal qilib beryapmiz. Saxarovaga borish shart emas deb video chiqardik. Endi hozir biz ofisimiz Metro Begavayadan Kuzminkiga ko'chdi va Amina qiladigan xizmatlarimiz hozir faqat Kuzminki ofisimizda, chunki Kuzminki ofisimiz keng jigarlar, har kuni soat ertalab 10 dan kechki soat 8 gacha bemalol kelishlari mumkin. Shu videoda oxirigacha ko'rsalaring, men sizlarga ofisimizni adresini to'liq ko'rsataman. Yana shuni aytib o'tib ketishimiz kerakki, Aminasi yo'qlar, yangi kelganlar, VNJsi, RVPsi bo'lmasa, ishlagani kelgan odamlar hammasi birinchi Saxarovaga borib Amina ochib keladi. Undan keyin qanaqadir muammo bo'lsa, qizil yonib qolsa yoki bo'lmasam uchotdan yechildingiz, geolokatsiya berilmayapti degan yozuvlar chiqib qolsa, bemalol bizga kelishlari mumkin bo'ladi. Aminadan boshqa bu yerda xudo xolasa mana biometrik, gosluga, sinezlarni bekor qilib beramiz. Atiga buni qilish uchun bizdan 500 rublga sim kart sotib olsa bo'ldi aka. Undan tashqari bu ofisimizda notarialniy переводimiz ham bor, официальный перевод. Hamma dokument hujjatlarni notarialniy перевод qilib beramiz. Qanchada bitadi aka перевод? Bir kunligi bor, srochniy bor aka. Bir kunda bitadi. Uzoqqa bir kunda bitadi. Uzoq bir kunda. Keyin aka перевод deyapsiz, bu bitta o'zbek tili, tojik tilidanmi yo boshqa tillardan ham перевод qilib beraveramizmi? Boshqa tillardan ham перевод qilib beramiz. Hamma hujjatlarni Armeniya, Turkmaniston, Gruzin, hammasi. Xullas, любой til bilan kelishda bo'ladi. Adresimiz Metro Kuzminki 5-buxtdan shunday chiqasiz va mana targ'ibot sentriga kelib turib, megafonda oxirigacha kirib ketasiz. Eskalatordan chap tarafda O'zbek 24 ofisimiz.